Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizga BirXBet platformasida hisob yaratish jarayonini boshidan oxirigacha sodda va tushunarli tarzda ko'rsatib beraman. Avvalo, telefoningiz yoki kompyuteringiz orqali BirXBet rasmiy platformasini oching. Bosh sahifaga kirganingizdan so'ng, ekranning yuqori qismida joylashgan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Shundan keyin sizga ro'yxatdan o'tishning bir nechta usullari taklif qilinadi. Siz telefon raqami, elektron pochta yoki boshqa mavjud usullardan o'zingizga qulayini tanlashingiz mumkin. Agar telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsangiz, mamlakat kodini to'g'ri tanlang va faol foydalanayotgan telefon raqamingizni kiriting. So'ng hisobingiz uchun kuchli parol yarating. Parolni murakkabroq tanlash tavsiya etiladi, ya'ni unda katta va kichik harflar hamda raqamlar bo'lishi foydali. Keyingi bosqichda shaxsiy ma'lumotlaringizni kiriting. Ism, familiya, tug'ilgan sana va boshqa ma'lumotlarni hujjatlaringizdagi kabi to'g'ri yozing. Bu keyinchalik hisobni tasdiqlash jarayonida muammolarning oldini oladi. Ro'yxatdan o'tish formasida promo kod degan maydonni ko'rasiz. Shu joyga BirXBet Pro promo kodini kiriting. Yangi foydalanuvchilar uchun mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan maxsus takliflardan foydalanish imkoniyati aynan shu maydon orqali taqdim etilishi mumkin. Barcha ma'lumotlarni tekshirib chiqqach, foydalanish shartlariga rozilik bildiring va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Hisob yaratilgach, telefon raqamingiz yoki elektron pochtangizga tasdiqlash kodi yuborilishi mumkin. Kelgan kodni kiriting va hisobingizni faollashtiring. Shundan so'ng shaxsiy kabinetga kirishingiz mumkin bo'ladi. Profil bo'limida barcha ma'lumotlaringizni yana bir bor tekshirib chiqing. Imkoniyat bo'lsa, 2 bosqichli himoyani yoqing. Bu hisobingiz xavfsizligini yanada oshiradi. Agar kelajakda hisobni tasdiqlash talab qilinsa, platforma sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni so'rashi mumkin. Shuning uchun ro'yxatdan o'tishda kiritilgan ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi muhim. Ro'yxatdan o'tish jarayonida biror muammo yuzaga kelsa, platformaning qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin. Ular odatda foydalanuvchilarga ro'yxatdan o'tish, hisob xavfsizligi va texnik masalalar bo'yicha yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, ro'yxatdan o'tish jarayoni bir necha daqiqa vaqt oladi. Rasmiy platformaga kiring, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing, ma'lumotlaringizni kiriting, promo kod maydoniga BirXBet Pro kodini yozing, hisobingizni tasdiqlang va profilingizni xavfsiz sozlang. Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va yangi qo'llanmalarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha belgisini yoqishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.